Dahshat. Farg'ona kanalida vahshiy timsoh ushlandimi? Xalq vahimada. Farg'ona kanaliga timsoh qayerdan kelib qoldi? Dahshatli video. Bugungi dasturimizda ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solayotgan va vodiy ahlini, xususan farg'onaliklarni sarosimaga solgan juda g'alati va shov-shuvli video tafsilotlarini o'rganamiz. Tarmoqlarda Farg'ona kanalida ulkan va vahshiy timsoh suzib yurgani aks etgan kadrlar yashin tezligida tarqalmoqda. Xo'sh, O'zbekiston iqlimida yashamaydigan bu yirtqich kanalga qayerdan kelib qoldi? Ushbu tezkor va shok videoda quyidagi savollarga javob topamiz. Bu rostmi yoki montaj? Videodagi kadrlar haqiqatdan ham Farg'ona kanalida olinganmi yoki bu navbatdagi fake va PR-mi? Qayerdan qochib ketgan? Agar video rost bo'lsa, bu vahshiy hayvon xususiy hayvonot bog'idan qochganmi yoki kimdir uni yashirincha boqqanmi? Rasmiyat va haqiqat. Mutasaddi tashkilotlar va guvohlar bu shov-shuvli holat bo'yicha qanday izoh bermoqda? Barchasining asl sababini bilish va tafsilotlar bilan tanishish uchun videoni o'tkazib yubormay, oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Muhim eslatma: videodagi ma'lumotlar va iddaolar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan xabarlar asosida tayyorlandi. Bizning maqsad aholini vahimaga solish emas, balki tarqalgan mishmishlarga oydinlik kiritishdir. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Eng so'nggi qaynoq va shov-shuvli xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Qo'yinglar va bu videoni maksimal marhamatli har bir insonga jo'natib qo'yinglar, chunki aytishlari bo'yicha o'zimizning marhamatli karikatur kanalida shu timsohlar kelib qolibdi. Bu men to'g'risi o'zim ko'rib sun'iy intellektmi ham deb o'yladim. O'zi nima deb o'ylaysizlar, bu sun'iy intellektmi yoki rostdan kelib qolganmi? Agar bilganlar, ko'rganlar bo'lsa, kommentariyada yozib yuborasizlar. Agar rostdan shunaqa bo'lsa, albatta ehtiyot bo'lasizlar. Hammaga rahmat. Bu videoni hammaga tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Bu videoni ko'ryapsizlar. Rosa hozir marhamatli ko'p gruppalarda aylanyapti. Rasman video ham. Men ham ishonmadim, lekin qo'ydim. Bilmadim. Nima deysizlar axir? Videodan keyin ham men ishonmadim. Siz ishondinglar, ham yozaverasizlar kommentariyada. Ja, unaqa yomon kommentariya negativ kerak emas to'g'risi. Mana bu chalib qo'yibdi. To'rt olib kelinglar, Odil, Farruh aka. Mana bu yoqqa qarang, katta baliq kelibdi, qarang. Katta baliq. Ana katta baliq. Ey, timsoh ekan. Farruh aka chiqing. Chiqing Farruh aka, timsoh ekan. Farruh aka ketdi tarafga. Farruh aka taraf ketibdi. Odil qoch. Odil qoch. Azamat qara arqanga. Mana beri bittasi yo'q. Mana bu o'tiribdi bittasi. Qarab o'tirib suvning ichiga qoch, tur kerak emas. Bangkokda parkda yurimiz mana. Hamma yoqdan chiqib kelishi mumkin. Juda ham qo'rqinchli. Tishlaydimi, tishlamaydi, пока bilmaymiz, no. Oh, блядь. Ух, он вылазит. Он вылазит, ребята. Он как dinozavr rejir naturi. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. O'zimizning Farg'ona kanalidan sho'rolilar bolalarga mana ertalabda ishga ketayotdik. Mana kanalimizda Adilxon akan bog'ini oldida yurgan ekan. Ayniqsa yosh bolalar sho'rosin. Ogohlantirish bu. Alinaqa rasm-pasm emas, o'zimizning kanal ertalab 6:30 da olindi bu rasm. Qiziltepada timsohlar topilgani haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi.
Ijtimoiy tarmoqlarda Qiziltepa tumanida timsohlar paydo bo'lgani aks etgan videolar keng tarqalmoqda. Aslida ushbu tasvirlar Braziliyada olingan bo'lib, ba'zi foydalanuvchilar tomonidan audio montaj qilish orqali soxtalashtirilgan. O'zbekiston iqlimida timsohlar ochiq muhitda yashay olmaydi. Aholidan yolg'on xabarlarga ishonmaslikni va sarosimaga tushmaslikni so'raymiz. Timsoh masalasidagi videoga to'xtalmoqchi edim. Telegram sahifamizga juda ko'p oltiariqliklar o'sha timsohni rasmini tashab, Hamzada kanalda ko'rishibdi, shuni qayta hamma tashaverdi. Keyin shu ota-onalar haqiqatan ham agar rost bo'lsa bir ko'rishdi, ammo sun'iy intellektda tayyorlanganligini bilib bo'lmaydi. Zamon shunaqa rivojlanib ketibdi. Hattoki biz ham bilmadik. Endi ota-onalarga ogohlik sifatida chiqarib qo'yaylik. Shu yerda yurgan bo'lsa, shu ham timsoh masalasida ham taqiqlangan joylarda cho'milmasin, kunlar issiq qoldi degan maqsadda o'sha videoni biz tayyorlagandik. Rasmlarni bizga tashlagandan keyin u sun'iy intellektda tayyorlangan rasm ekan. Kimlardir bundan xavotir olibdi, boshqa bo'libdi. Juda ko'p odam o'zimga qo'ng'iroq qilyapti, boshqa bo'lyapti. Mas'ul tashkilotlardan uzr so'raymiz. Bitta narsani unutmaslik kerak. Biz nafaqat timsoh o'sha taqiqlangan joylarda farzandlaring cho'milmasin, ogoh bo'linglar degan maqsadda tayyorlaganmiz. Bu hech kimga bir husumatimiz yoki boshqa maqsad bo'lmagan. Haqiqatan ham ota-onalar kunlar isiyapti, hushyor bo'linglar, ogoh bo'linglar. Ogohlik davr talabi. Hurmatli fuqarolar va shahrimiz ahli. Mana bugun ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'layotgan timsoh masalasi bo'yicha Uchqo'rg'on tuman favqulodda vaziyatlar bo'lim xodimlari tomonidan Uchqo'rg'on tumanidan oqib o'tuvchi Birlik, Paxtachi, Guliston, Tegirmon mahallalaridan oqib o'tuvchi Katta Farg'ona kanallari, Oktyabr kanallarini suv usti qidiruv ishlari amalga oshirdik. Hamda u yerdagi fuqarolar bilan gaplashganimizda ham hech qanday timsoh ko'rmaganligi va timsoh yo'qligi aniqlandi. Shu o'rinda fuqarolarimizdan iltimos qilamizki, rasmiy asoslanmagan ma'lumotlarni tarqatmasligingizni so'rab qolardik.